Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bir kitob bir olam programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Hammamizga ma'lum, yemek-ichmak insonlarning birinchi ehtiyoji, shundaqla milliy madaniyatning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Har bir millatningki yemek-ichmak madaniyati ular yashagan jug'rofiyalik muhit, ularning ijtimoiy turmushi va ishlab chiqarish iqtidori tarafidan belgilanadi. Demak, yuqorqi ta'sirlar tufaylidan bir millatning o'ziga xos bo'lgan yemek-ichmak an'anasi yoki yemek-ichmak madaniyati borliqqa kelgan. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi programmamizda biz Beijing Millatlar nashriyati nashr qilgan İsrafil Yusuf Efendi bilan Anvar Qosim Efendilar yozgan G'arbiy yurt yemek-ichmak madaniyati tarixi nomli ilmiy kitob haqida suhbat quramiz. Bugungi suhbatimizga ikki aziz mehmon taklif qildik. Bulardan birilan qadimgi qo'lyozmalar, madaniy yodikorliklar va arxeologiya ilmlarining tadqiqotchisi, arxeolog, tadqiqotchi İsrafil Yusuf Efendi. Yana bir mehmon Şinjan Uyg'ur Abnum rayonlik ijtimoiy fanlar akademiyasining tadqiqotchisi, tilshunos, yozuvchi Farhod Jilon Efendi. İsrafil aka, sizningki G'arbiy yurt yemek-ichmak madaniyat tarixi nomli ilmiy kitobingiz 2006-yilda nashr qilib o'qirmanlaringiz bilan yuz ko'rishdi. Uningdan boshqa bu kitobning Hanzu tilidagi nusxasi Şinjan umumiy tarixi tahrir hay'atining o'rinlashtirishi bilan 2012-yilning 5-ida Hanzu tilida bu kitob nashr qilinib, Şinjan xalq nashriyat tarafidan o'qirmanlari bilan yuz ko'rishdi. Unda qolgan siz hamda bu kitobingizda yemek-ichmak faoliyatini, jumladan G'arbiy yurtning yemek-ichmak faoliyatini mukammal bir madaniyat va uzoq tarixga bog'lab ilmiy yo'sinda sharhlab o'tibsiz. Shundaq bo'lganda bu yemek-ichmakdan iborat bu iste'mol faoliyatining tarixni va madaniyatni shakllantiradigan qatlamlarini qaysi nuqtalardan sharhlashga bo'ladi? Bizda ilgari mush yemek-ichmakka oid maqolalar yozilgan, lekin sistemalik bir kitob shakllanmagan, maydonga chiqmagan. Şunun bilan bizda shunda bir sistemalik bir kitob yozish istiga tug'ildi. Ondan keyin biz shu tarixni tarix faktlar so'zlasin deganni chiqish qildik. Şunun bilan biz bu asrimizda tarix faktlarni asos qilib bizning shu Şinjanning yemek-ichmak madaniyat tarixini bayon qildik. Tarix qatlam masalasi kelsak, bu bir tarix asar bo'lgan ekan. Arxeologiyaning o'zi tarixning muhim bir tarkibiy qismi. Arxeologiyalik materiallarning hammasi tarix fakt. Endi buningda arxeologiya mush davr belgilashda bo'pmi tarixning ilgirki madaniyat yodikorliklarining bo'libmi toshqurollar davrini bekitishda. Arxeologiya ilmi odatda geologiya ilmiga murojaat qiladi. Geologiya ilmining davrga ayirish prinsipiga asoslanadi. Arxeologiyalik tepilmalarning bo'libmi toshqurollarning davrini bekitishda biz mushning asoslanamiz. Arxeologiyada odat shunda deyildi. Bu hamda tarix qatlam. Tarix qatlam bo'lgan chaqda biz arxeologiyalik davrga ayirish usuli bo'yicha mangdiq. Buningda ko'ni toshqurollar davri, yangi toshqurollar davri, bronza davri, dastlabki temir qurollar davri. Onun o'tgandan keyin biz feodallik jamiyatga kiribmiz. Tarixiy bosqich kirib ketimiz. Bu tarixning ilgirki bosqich. Endi bizda yangi ko'ni toshqurollar davriga oid birmuncha izlar bayqaldi. Buning ichida mashhurlaridan Qo'shto'lqay atrofidagi To'gi tosh izi degandan shu cho'qib yasalgan ko'ni toshqurollar bayqaldi. Yana birisi Toshqo'rg'ondagi Jirg'aldan bayqalgan. Bu yerdan cho'qib yasagan cho'ng tipli toshqurol bayqalgan. Shuningdek, o't ishlatganlik izi bayqalgan. Bu birisi toshqurolni tushundirsa, yana birisi shu ko'ni toshqurol davrining oxirgi davrlarida insonlarning bizning miyadagilarning o't ishlatganligini, narsalarni pishirib yeyishni o'rganganligini ko'rsatib berdi. Shunlashqa biz asosan ko'ni toshqurollar davri, ushshaq toshqurollar davri deb ilinib qo'yadi. Yangi toshqurollar davrining asosiy aloyligi nima desa, birisi buningda ibtidoiy dehqonchilik, ibtidoiy chorvachilik, eng dastlabki ibtidoiy to'qimachilik shakllangan bo'ladi. Yangi toshqurollar bu davrida surkab yasalgan toshqurollar bilan uning bir aloyligi. Yana birisi sopol buyumlarning borliq kelishi. Bu bir tipik aloylik endi.
Endi madaniyat qatlami jihat qanday bo'ldi desangiz, madaniyat qatlami degan bu nihoyat bir kengri qatlam. Yemek içmek deganimiz bilan bizning ibtidoiy davrdagi yemek içmegimiz qanday? Shundami? Buningda chorvachilikqa, ovchilikqa, chorvachilikqa, dehqonchilikqa, bog'vanchilikka ishlab chiqarish quroli, dehqonchilik saymonlari, qozon qumush, anandikin bu odamlarning o'zining iqtidori hammasi, hatto ekologik muhit mushunda diqqat qilish to'g'ri keladi ekan. Bu madaniyatning qatlami mushtaraflarni o'z ichiga oladi. Isrobilka demak g'arbiy yurtning yemak ichmak tarixi mana shunda uzun tarixi. Ya'ni kelib naq shu arxeologiyaga qazilmalab tutilgan uzoq bir yuksak bir tarix. Demak, endi mushundaq bir mavhum, mushundaq bir jiroq tutilgan mushundaq bir iste'moldan iborat bu madaniyatga yetadigan g'arbiy yurt yemak ichmak madaniyati nomli shu kitobni endi bayon qilishda nimalarga asoslandingiz Isrobilka? Endi biz yemek içmek medeniyetini bayan qilganda toki shu koni tashquralloh davridan davrning oxirlaridan deyla bir tuman yil ilgirdan 5 tuman yilgacha bo'lgan shu oraliqdan tortib toki shu so'ng yan davrlargacha bo'lgan arxeologik bayqashlarni uningga murojaat qildik. Bularni tafsili materiallarni ko'rib, izlab uni chiqdik. Ondan keyin Ming Qing davrlariga oid bu sohada bu davrlarda ishlangan arxeologik xizmatlar nihoyat oz. Buningda asosan biz mushi davrining tarixiy hujjatlariga murojaat qildik. Demak, kitobningki ilmiy qimmati, kitobning ilmiyligi, kitobningki shu madaniyatga chetildigan, tarixga chetildigan taraflari yuqorida Isrobilkaninki birinchi qo'l materiallarga murojaat qilish bilan shundaqla shu naq paketga moddiy isbotga murojaat qilish bilan bu masala yuritilgan bo'ldi. Paratga albatta sizmi xalqimizningki qalb to'ridan Urg'un shajarisi, Mahmud Qashg'ariy qatorliq tarix romanlaringizdan o'rnab kelayotgan mashhur yozuvchisiz. Undan keyin sizningki yana bir tarafingiz sizmi shu tarix tadqiqotiga ishtiyoq bog'lagan ham bu vaqtda nurg'un natijalarni qo'lga keltirgan bir adibsiz. Mush nuqtadan qaraganda albatta biz har bir kitobni to'g'rilik gap qilishga vaqtimiz shu kitobning zot qanday kitob, uning qurilmasi, uning mazmuni, u kitobningki ilga surmoqchi bo'lgan iris, uning nuqtai nazar, uningdagi palla masalasi, uningdagi manzil masalasimi albatta o'qirmanlarimizningki diqqatini qechib qutlamaydi. Mush xususdan chiqqan chaqdan o'zida siz shu g'arbiy yurt yemak ichmak madaniy tarixi nomli kitobni zot qanday kitob deb qaraysiz? Ilmiy asarlarga baho berishda uning foydalanish qimmatiga qarashimiz kerak. Bu asarning zodi foydalanish qimmati bormi yo'qmi? Buning zodi ahamiyati qanday degandek bir qator masalalarga diqqat qilishga to'g'ri keladi. G'arbiy yurt yemak ichmak madaniyat tarixi sarlaviylik bu kitob bir ilmiy asar. Mundaq aytganda bu kitobni qadimki ajdodlarimizning aql parasti bilan barliq kelgan yemak ichmaklar to'g'risidagi o'zgacha bir xil qurol kitob yoki bir izohli lug'at deyishga bo'ladi. Ma kitobdan qaragan vaqtida buning davri shu eng qadimki davrlardan boshlanib shu o'rta asrlar davrigachilik kelgan shu yemaklik madaniyatining atalg'ulari ekan deb tushundim men. Men dedim bu asar ilmiy asar. Bu hissiyot bilan yozilgan san'at kitobi emas. İlmiy asar bunun da bayqı degende türlük yemekliklerinin namları şu böyle arkeologik qidirishlardan tepilganlari olsun yoki yazma yodgorliklardan tepilganlari olsun hammasini ash atalg'ularni so'zlarni o'z ayni bo'yicha kirgizib qo'ygan. Aniki qaysi davrga tava, qachon tepilgan degan narsalar. Mushuning qarab mayliqi buni o'zgacha bir qurol kitob yoki bir izoh lug'at deyishga bo'ladi deganim shu. Endi mushuningda shu g'arbiy yurtningki yemak ichmak madaniyatiga oid bo'lgan nurg'un taraflar mushuni murojaat qilsak, qaysi nuqtadan murojaat qilsak, mayli bu tarix nuqtasidan bo'lsin, mayli madaniyat qatlami nuqtasidan bo'lsin, mayli uni bir yemak ichmak iste'mol nuqtasidan bo'lsin, bu kitobga biz murojaat qilsak, biz o'zimiz kerak narsani topa olay ekanmizda. Demak, yemak ichmak madaniyati u xos bir madaniyat nuqtasi emas, u bir cho'nqur paketga ega bo'lishi bilan
cho'nqur tarixga ega bo'lishi bilan, ya'ni kelib birinchi qo'l materialga ega bo'lishi bilan bu bizningki mushaqdagi nurg'un izlanishlarimizga turtki bo'la oladigan kitob deb qarayman. Mushaqdan chiqish qilgan vaqtingizda Sirapilka g'arbiy yurt yemak-ichmak madaniyatining tarixiy alohidligini nima deb qarash kerak? Masalan, Ko'n Toshqurol davrida Shinjongda yashagan qadimgi xalqlar tarmichilik, ovchilik bilan shug'ullangan deya olamiz. Yasagan cho'ng tipdagi qurollar orqali odamlar qo'rshab, o'lab, o'z tutaliq. Birisi uni yeydi, hayvonot go'shtlarini. Yana birisi terib kelgan, yig'ili bo'ladigan o'simlik urug'lari bo'lsin, yovvoyi mevalar bo'lsin, shular bilan oziqlanadi. Turmushni aytib jafoliq. Ko'n Toshqurollar davridagi ahvol shundoq. Bu chaqda ularning yemaklik qurilmasi unda mukammal degilinmaydi, ibtidoiy ashunda bir bosqichdada. Yangi Toshqurollar davriga kirgandan keyin bu yerda bayqalgan toshbashaq bor. Toshbashaq deganimiz o'qya o'qining beshi. Bashaq deymiz. Bu toshbashaqning shakllanishi, o'qyaning maydonga kelishi jamiyat taraqqiyotiga bir sakrash. Shundaqla yemak-ichmak mollashtirishga bir sakrash deyishga bo'ladi. Odamlar o'laydigan bo'ldi, jiroq turib otadigan bo'ldi. O g'animatlarimi ko'proq bo'ladi. Yeydigan narsalarimi biroz mo'lroq bo'ladi. Birinchi qurollar davriga kelgandikan, masalan, bundan 4000 yil burungi Qumdaryo qabristonligidan bug'doy donchilari tepildi. Bu bizda Shinjongda bundan 4000 yillar ilgari eng ibtidoiy tarixchilikning bug'doyning shakllanganligini ko'rsatib beradi. Bronz davrining oxiriga borganda, uning dastlabki temir qurollar davriga kirganda cho'ng tipli qurollar barliq keldi. Masalan, burun tosh o'g'aq bo'lgan bo'lsa, u chaqda mis o'g'aqlarmi shakllandi. Oningdagi mis qilgan chonug'ishlar barliq keldi. Bu qurollar barliq keldi. Tong davriga kelgan chaqda rasmiy nom tepildi turpa ostidan. Bay ustiga kunjut bosgan to'qash, oningdagi ustiga chekkan ichib yoqqan non bular tepildi. Kuchi bosgan, ha? Bu nim bo'ldi degan gap bu chaqda tugmanchilikning alohida taraqqi qilganligini ko'rsatib beradi. Tugmanning maydon kelishimi insonlarning yemak-ichmak qurilmasini sifatini yaxshilashga bir sakrash desakdi. Bu bizda dehqonchilik ishlab chiqarishining alohida taraqqi qilganligini ko'rsatib beradi. Suv inshooti masalasi bor. Bular hammasi taraqqi qildi, barobar tadrijiy, mukammal, ko'p qurilmaliq, ham murakkab qurilmaliq yemak-ichmak madaniyati barliq keldi. Undan boshqa kitob qarsam, kitobda yana undan boshqa shu qadimiy qo'l yozmalar, har xil yozgan qadimiy qo'l yozmalarga munosabatlik mazmunlarni mush arxeologiya masalasiga birlashtirib yaxshi sharhlab o'tibsiz. Bu kitobning ilmiyligini, sistemichalligini, poklik ekanligini texim olg'i surgan. Unda qo'yganda Sirapilka sizdan so'rab baqsam, mush yarim asr mobaynida diyorimizdan tepilgan yemak-ichmak madaniyatiga doir bo'lgan mushu qandaq qadimiy qo'l yozmalar bor. Bizga shuni shohid bo'la oladigan qandaq qadimiy qo'l yozmalar bor. Boya deb o'tgandek biz oldi bilan shu arxeologik tepilmalarni birinchi o'rin qo'ydik. Paket qilibda, moddiy paket. Bizning yemak-ichmak madaniyatimiz, g'arb yurtining yemak-ichmak madaniyatiga bir moddiy paket deb birinchi o'rin qo'yib uni so'zlab o'tgan. Endi ikkinchi o'rinda so'zlagan bayon qilgan paketimiz qazib qadimgi hujjatlar. Uningdan boshqa biz yana tarixiy asarlarga, masalan 24 tarix deymiz. Uningdan osonlik millat yezig'idagi, boshqa asar tarixiy asarlarga murojaat qildik. Endi bu qazib madaniyat yodikorligi qaysi davrning bo'lsa, naq shu davrning o'zining yemak-ichmak madaniyati ahvolidan uchirib beradi. Qazib hujjatlarda nima bo'lsa shu chiqadi. Bo'libmi iqtisodiy muomalada, iqtisodiy muomalada. Endi biz odat degan chaqda Shinjongdan qazib tepilgan mush qadimgi yoziqlardagi, qadimgi tillardagi hujjatlarning ahvoliga kelsak, Shinjongdan tepilgan mushu qadimgi qo'l yozmalarni 4 sistemaga ayiramiz. Ba'zilari qog'ozlarga yozilgan, ba'zilari yog'och tarish bitiklarga yozilgan, terilarga yozilgan, ba'zilari pullarda aks etadi. Ama bu kitoblarda foydalangan, dalil keltirilgan, bizga tadqiq qilingan qadimgi yemak-ichmak madaniyatini uchirib beradigan qadimgi yoziqlardan birisi Xanzo yozig'i bor. Karoshti yozig'i bor. Qadimgi Kusan Solmi yozig'i deymiz. Qadimgi Qarsha, Kusan Kingit yozig'i. Udun yozig'i. Adondan qadimgi Uyg'ur yozig'i degan. Arxeologik
tepilmalarni bu yerda ko'rsatib o'tamidik. Asosan tarixiy materiallarga nim qildik. Undan boshqa masalan bezaklikda 80-81-yillarda bezaklikning oldiga yig'ilib qolgan to'plarni tozalaganda 1000cha qadimgi Uyg'ur yozig'idagi hujjatlar chiqdi. Undan 1000cha uchurlar bor. Undan boshqa Xansochi tarixnomalarga Sayyoh Vanyendaning uning xotirasiga murojaat qildik. Mushi davrga oid Xansochi materiallarga murojaat qildik. Undan boshqa mo'yin material sifatida Turkiy tillar divoniga Mahmud Koshg'ariyning divon lug'at turkka unga murojaat qildik. Undan boshqa Elqut mahkamasi so'zligi oxirida Qing davri Chalung zamonida tuzilgan 5 tillik manjuchi lug'atga murojaat qildik. Onda qo'yganda Isroil aka Uyg'urlarning yemak-ichmak faoliyati albatta shunday uzun tutish bilan birga nihoyatda nurg'un murakkab qatlamlarni o'z ichiga elish bilan birga albatta o'zidan boshqa taraflarga masalan o'zidan boshqa rayonlarga ta'sir ko'rsatishi turganli gap. Masalan elimizning yemak-ichmak madaniyatiga xil zo'r darajada ta'sir ko'rsatgan yeri bor. Mushu masalani bir misollar bilan shayrlab o'tish imkoniyati bormi? Endi Uyg'ur millatining shakllanishi bir uzun jarayon. Endi buningda Uyg'ur millatining shakllanishida birisi Turkiy tilli xalqlar asosida asli ko'chman chorvachilik bilan shug'ullangan yayloq millatlari bo'lgan ota-bobolarimiz murakkab rasmiy o'ltiraqlashib dehqonchilik madaniyati ko'chish jarayonida nurg'un xalqlar bilan qo'shilib ko'chman chorvachilik bilan dehqonchilikning madaniyati yemak-ichmagiga yug'urildi. Shunday bo'ldi emasmi? Bu shunday ketgan mushtunga bog'lab tushundigan chog'da masalan buningda hamda qanday ta'sirini qanday bilsa degan chog'da tarixiy materiallarga murojaat qilish to'g'ri keladi ekan. Masalan nonni misolga olsak, non masalasi chunki biz necha ming yillardan beri uzun zamonlardan beri non yeb qo'yapmiz. Non yeb qo'yapmiz. Bizning yodikorlikimizda bor atmak deb chiqdi burun. Endi buningda tarix xotirlarga asoslangan chog'da endi masalan o'ttir tuzdanlikka Xan davridan boshlab nonlar kirib ketgan. U chaqda oliy yemeklik sanıldı ekan bu non. Alayda ishlangan nonlar bo'lsa kerak. U chaqlarda shu xubin, g'uznini, lubin, o'chaqnini, ya qotirbishi degandek nonlar bilan atalib ekan. Atalib ekan. Bu ma qarindosh millatlarga, qarindosh Xanzo millatiga o'ttir tuzdanlikka kirganligini ko'rsatib turdi. Yana birisi shu Janub Shimoli sulolalar davridagi sharqiy Vey sulolasi davrida o'tgan Jozshi degan odam yozgan fuqarolar uchun tarixchilik dasturi degan kitob bor ekan. O'sha kitobda Qirin Kavobning gapini qilibdi. Xu Pavru deb bu birisi. Ondan keyin Tang davrida yozilgan Danchingshi degan odam tarafdan yozilgan Yo'yang majmuasi degan kitob bor. Tang davrida yozilgan kitob. Buningda polo tilga ilingan. Bilo degan. Bilo deb yozilgan. Xotirlar qoldirilib ekan. Hatto Chang'onlarda maxsus polo sotilgan ko'chalar bo'lib ekan. Bozor, polo bozori. Ushaq oshpuzlardan boshqa shundalar bo'lib ekan. Ondan keyin ma Turpandagi Juyshi Gavchang deb qo'yib biz odatda böyle. Qo'cho bagligi deymiz. Buningki tava hujjatlarda mivi degan xat bor. Bu ismni ko'rsatdi, o'pkesibni bizning amroq tamg'imiz. Mehmonlarni cho'ng bilib oldi qo'yimiz. Xato aytdan qilib. Chog'da shundan qaragan chog'da mishadagi g'arb yurtdagi shu millatlarning yemak ichmagining mayli o'tir tuzlandagi qarindosh Xanzo xalqiga bo'lsin yoki Xinjiang tavasilikligi bo'lsin, yemak ichmak jihatdagi o'zaro ta'sirini, o'zaro o'rganish, qabul qilishni aks ettirib beradi. Endi shu yemak-ichmak masalasida, madaniyati masalasida endi ma'lum millatningki yemak-ichmaginingki boshqalarga qanchalik daraja umumlashdi
degan masalasiga qarash kerak ekan deyman. Chunki bu yerda buning umumlashishi darajasi nurg'un narsalarni isbotlab beruvchi. Bu yerdagi umumlashish uningki e'tirof qilinishini belgilaydi. Endi u e'tirof qilingandan keyin bu umumlashtirgan e'tirof qilingandan keyin bu umumlashtirgan gap, uningki bu tarix bir madaniyatni yaratilgan gap endi. Biz dedik Uyg'urlarning tamig'i ko'p xil bo'lishidan birga uzuqlik qiymatini oid yuqori bo'lishi, etishda uning san'atga ahamiyat berilishi, ko'rinishga ahamiyat berilishi, shundaqla uningki kuch-quvvat beradigan tarafigami nihoyat ahamiyat berib kelganlik bu bir nihoyat tipik bo'lgan paketlar bu. Mushtaq bo'lg'achqa biz bu yerda bir misol ola olamiz. Masalan, mush Uyg'urlar elimizning yemak-ichmak madaniyatiga ko'rsatgan mush ta'sirlar ichida bir nuqtani bu yerda tilga o'tkim keladi. Uzuqlik orqali kasal davolash degan bir masala mana yaqindan beri bu masala xili cho'ng darajada tadqiq qilinmadi. Doğruga müracaat qilish emas, uzuqlik orqali kasal davolash. Bu Uyg'ur yemak ichmagining iste'molimizdagi nihoyat zo'r bo'lgan, nihoyat ilmiy bo'lgan bir tarafimikin deb qarayman. Masalan, nima deganda, mana g'izoni ham unda ishqori ekan-ku masalanga. G'izoi mutlaq, davoyi g'izo, g'izoi davo deydigan uch turga ekan. Demak, buning bir ilm sifatida mustaq bir ataliq sifatida bir tibobat qo'shgan bir has sifatida maydon kelishining o'zimi Uyg'urlarningki tamig'ininki elimiz va boshqa rayonlarga ko'rsatgan ta'sirininki tipik bo'lganligini isbotlab bergan paketmikin deb qarayman. Albatta kerak yemak bizni da'vatga Uyg'ur yemak ichmaga bir tibobat to'p qo'shdi. Tibobat to'p qo'shganligi tibobatning o'zi bir moddiy folklorga kirish nuqtasi bilan bu madaniyatning muhim bo'lgan bir tarafini tashkil qiladi. Anda vaqtda sizdan so'rab baqsam Baratga. G'arbiy yurt yemak ichmak madaniyati tarixi degan bu kitobningki real ahamiyatini nada deb qarasak bo'lar. Boyaq deganimizda hamda bu bir ilmiy asar. Buni yemak ichmak madaniyat tariximizdagi hozirgilik bayqalgan taom nomlari, yemak ichmak, meva ko'ktatlardan tortib hammasinin ismlari, nomlari shu mujassamlangan. Buni bir cho'ng to'plam deyishga bo'ladi bu kitobni. Qandaq to'plam deganda bu bir shu bizning yemak ichmak madaniyatimizga oid so'z atalg'ularningki to'plami. Bu shunday bo'lganligi uchun bu endi yemak ichmak madaniyati bizning bir butun milliy madaniyatimizning bir muhim tarkibiy qismi. Shunday bo'lganligi uchun bu kitob bizningki milliy madaniyat tadqiqotimizga yoki madaniyat tadqiqotiga mayli millatlar tadqiqoti, shunga o'xshash til tadqiqoti, shunga o'xshash yana ma'lum darajada tarix tadqiqoti, yana ma'lum darajada adabiy ijodiyat, tarixiy temalarda yozilgan adabiy ijodiyatga ma'lum darajada foydalanish materiali bo'la oladi. To'g'ri. Tadqiqot ishlari uchun bir ishonchlik bir foydalanish materiali bo'la oladi. Masalan, biz hamda bu bir tadqiqotchilar yemak ichmak madaniyatini tadqiq qilmoqchi bo'lsa, shunday bir temani tadqiq qilishga tutish qiladi. Ashunga doir atalg'ularni, so'zlarni, bayonlarni, materiallarni izlaymiz. Tarix tikisini. Onu izlaganda tadqiqotchilar nurg'un jafo chekadi. Ko'p izlanadi, nurg'un materiallarni ko'rishga to'g'ri keldi. Ana ma kitobda bo'lsa, buni hammasi tayyor chiqarib berdi. Demak, tadqiqotchilar mush kitobdan o'zlab kerakli materiallarni topa oladi. Demak, uniki tadqiqot ishilik materialdan foydalanish bir jarayoni osonlashadi. Tilshunoslik nuqtasidan qaraganda bu har qaysi tarixiy davrlardagi yemekliklar, mevalar, ko'ktatlar, taomlar, umuman yemeklikka, ichimlikka doir shu atalg'ularning hammasiga kirgizilgan mana bu. To'g'ri hamda tepilmaganlari yoki kirmaganlari bo'lishi mumkin. Lekin menimcha asosiy jihatdan nurg'un narsa kirgan bunga. Mushu so'z atalg'ularni tilshunoslik nuqtasidan tadqiq qilsimi, buningki birsi qadimki ajdodlarimiz qo'llangan tilningki leksik qatlamini tekshirishga uning ahamiyati bor. Yana birsi so'zlarning fonetikali qurilmasini tekshirishga ahamiyati bor. So'z yasash usullarini, morfologik alayliklarini bularni tadqiq qilishga belgilik buning yordami bo'ldi. Buning bilan qolmay tarixiy temada asar yozgan yozuvchilar uchun bir foydalanish materiali bo'la oladi bu. Mayli qandaqli odam qaysi davrning bo'lmasin bir davrningki tarixiy turmushini aks ettirmoqchi bo'lsa, shu davrga munosabatlik bo'lgan materiallarni o'rganishdan boshlaydi bu. Boyaq deganimizdek yemak ichmak madaniyati bizning shu milliy madaniyatning muhim tarkibiy qismi bo'lgan ekan, buningga cho'qim
murojaat qilmay o'tkazilmaydi. To'g'ri. Chunki nima deganda adabiy asarlarda milliy madaniyatni og'ir ko'rinish qilib tasvirlaydigan ishda bu yemaklik degan o'zi bir cho'ng bir madaniyatning ifodasi bu. Chunki bu yemaklikni bir taomni bir narsani yasagandan keyin pishiqlab ishlab chiqarganda demak bu ma'lum bir taraqqiyotning jarayonini ko'rsatadi. Ma'lum bir madaniyat jihatdagi bir muvaffaqiyatni. Uniki hunar san'atning qaysi darajada taraqqi topganligini ko'rsatib bergan bo'ldi. Shuning uchun buningdan olqib o'tib ketgan bo'lmaydi. Yani shundan qaragan vaqtida demak mushu kitob o'zi bir foydalanish materiali, bir qurol kitob, bir lug'at bo'lish sifati bilan tadqiqotchilar uchunmi, yozuvchilar uchunmi unumli foydalanish materiali bo'la oladi. Gapimizningki dalil sifatida biz kitobning 536-betida naql qilingan so'ng davrdagi mashhur sayyoh Wang Yandining g'arb yurtning yemak-ichmak faoliyatiga, madaniyatiga qarata yozgan shu birinchi qo'l yozma materialini paket qilib ko'rsasak tamamen bo'ladi. Buning xulosasi paqayli. Milodiya 981-yili xonning farmoni bilan Idiqut Uyg'ur eliga elchilik kelgan Shimoliy So'ng Yalovachi Wang Yandi bunda xotir qoldirgan. Bunu 74-izohat sifatida beribdi kitobda. Jinning tog'laridan eqib kelgan daryo suvi poytaxtning atrofini to'liq aylanib oqar ekan. Bu suv bilan terliq etizlari va miyu bog'lari sug'urildi ekan, shundaqla tugmanlar mag'nurildi ekan. Bu yerda 5 xil donliq ziroat terildi ekan. Faqat qora bug'doylar o'smaydi ekan. Boylar ot go'shi, qag'allar kol go'shi va yovg'oz go'shi yeydi ekan. Bu yerlarda kambag'al odam yo'q ekan. Ular ehtiyoj bo'lganlarga yemak-ichmak yordam qiladi ekan. Kishilari uzun umr ko'rdi ekan. Kambag'allar go'sh yeydi ekan. Demak, yuqorqi aloqador bayonlardan biz Vanyandanki Idiqut Uyg'ur xalqininki moddiy ma'naviy hayoti ishlab chiqish amgiki ularning turmush yo'sinlari haqida oid qimmat kuchlarga, ya'ni ki birinchi qo'l materiallarga erisha oladi ekanmiz. Navada yuqorqi taraflarga qiziqsanglar, shundaqla yemak-ichmak faoliyatining bir madaniyat va bir tarix ekanligini bilmoqchi bo'lsanglar, İsrafil Yusuf Efendi bilan Anvar Qosim Efendilar yozgan G'arbiy yurt yemak-ichmak tarixi madaniyati nomli kitobga murojaat qilinglar. Bugungi programmamiz mushara tugidi. Xayr xo'sh.